Sana akamiz uyga yetib keldik. O'tirish sharoitlarini ko'ryapmiz. Mana akamiz uyini. Akamizga qancha pul to'g'lanib bu bunaqamizdan tushgan mablag'larni ko'rsatib o'tib ketamiz. Akamiz endi iloyim tan joni sog' bo'lsin. Akamiz eshikka ketib qolibdilarmi? Ko'rsating mana aka. Biz o'tirishlari yaxshi o'tirar ekan akamiz. Mana akamizni to'g'langan pulni ko'rsatib o'tib ketamiz akamiznikini. Tan joni sog' bo'lsin. Zafariddin aka, mana aka, xudo xolasa sizga xalqimiz shuncha pul to'g'lab naqli ro'zani kunida endi xullas 45 million pul to'g'lanibdi xalqimizdan. Nima tilaylaringiz bor endi xalqqa? Mana aka 45 million pul to'g'lanibdi aka xalqimizdan. Nima tilaylaringiz bor endi? Nimalarni demoqchisiz? Endi mana nima derdim. Iloyim yurtimiz tinch bo'lsin. Rahmat. Aka-ukalar mana oldik buni endi Xudoning qarzlarimizga beramiz. Iloyim ehson qilgan odamlar dargohida qabul qilsin Alloh. Bulardan boshqa ilojimiz yo'q endi. Iloyim nima niyat qilgan bo'lsa niyatlariga yetsin. Rahmat, sog' bo'linglar. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Qilgan insonlar hech qachon bu qilgan yaxshilarni unutmayman. Ko'zimga yosh keldi. Ko'ryapsiz, akamiz pulni olib ko'ziga yosh olishga majbur bo'ldi. Iloyim. Shu pullarni nima qilmoqchisiz, Zafariddin aka? Nima ham qilardim? Gapira olmayman. Gapira olmayapti akam.